Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. 9-aprel Amir Temur tavallud topgan kun munosabati bilan men sizlarga Temur tuzuklari kitobini bibliografik tavsif qilib bermoqchiman. Nashr uchun muallif Alisher Nazar. Amir Temur tuzuklari. Amir Temur, Toshkent Hilol Media nashriyoti. Toshkent 2019-yil 176 betdan iborat. Amir Temur buyuk bobomiz tuzuklarini o'qir ekansiz. Unda el yurt tinchligi yo'lida yashagan fidoyi insonning, ulkan davlat arbobining o'y-fikrlari, kurash tajribasi, dardli kechinmalari bilan tanishasiz. Ushbu kitob keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markaziga kelib olib o'qishingiz mumkin. Qo'limdagi ushbu kitob siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddaman.